Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa bugungi obzorimizda darvozalarimiz to'liq ma'lumotini beramiz. Narxi qancha, kvadrat qancha, eng arzon darvoza, eng qimmat darvozagacha to'liq tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lmasam, videoni boshladik. Do'stlar, xudo xolasa darvozalarimizni eng arzon variantdan boshladik. Xudo xolasa xalqimizga albatta manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsalar albatta manfaatli bo'ladi. Bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hop, bu darvozamizga keladigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Shtampovka darvozamiz eniga 3 metr, bo'yiga 3,5 holatda tayyorlangan. Profillari 1.3, 6 ga 4 profillarimiz burishda, listlarimiz burishda, yondorlar 8 ga 6, 1,5 steki. Tagi обязательно shivilli holatda. Darvozamiz 1 kvadrat metri razmeringizga tushib qolsa, kvadratini 500 ming so'mdan beraveramiz. Zakazga 600 ming so'mdan qilinayotgan darvozamiz. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz ramkalarni yechib qo'yganmiz. Bu darvozamizni o'zimizni Marg'ilonga sotilgan bu darvoza. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan sotgan. Darvozamiz ko'rishingiz mumkin, korobkalari o'ngga bo'lgan, ichiga ketgan to'qima profillari 8 ga 4 1.7 stenkada. Mayda kvadrat kombinatsiyalarimiz ham hammasi o'sha qalinda bo'lgan. Xudo xohlasa darvoza 2 qavatli shumkali holatda bo'lgan. Darvozamiz zakazga 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz shu darvozamizni. Aloqa chiqsalang darvozalar narxidan xudo xohlasa chegirmasini qilib beramiz. O'zimga aloqa chiqarasizlar. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz 2 qavatli 1.8 da utoplayna holatda soqqali fason, taraq fason deb nomlaymiz. Bu darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Yondorlarimizga 8 ga 8 2 stenkada, to'qima profillar 1.7 stenkada, mayda kvadratlarimiz ham hammasi 1,5 stenkada qilganmiz. Listlarimiz двойный 2 qavat pon utoplayna holatda. Bu darvozamiz zakazga 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha olayotganmiz. Razmeringizga tushib qolsa, aloqa chiqarasizlar, buni ham berib yuboramiz. Tayyor darvoza, eniga 3.90, bo'yiga 3,5 holatda tayyorlaganmiz bu darvozani. Darvozamiz kvadratini razmeringiz tushsa 1 million 100 ming so'mdan berib yuboramiz. 1 million 100 ming so'mdan do'stlar. Xo'p do'stlar, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsak, taraq fason darvoza deb nomlaymiz. Ko'rishlaringiz mumkin, o'ta go'zal holatda chiqqan bu darvozamiz. Yoniga 10 ga 5 1.7 stenka, taglarimiz o'nlik shivillarda bo'lgan. Orqalarimiz 1.8, oldi mayda kvadratlarimiz 1,5 stenkadan foydalangan. Bu darvozamiz kvadratini 1 million 100 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mga yasaymiz. Agar kimdir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, darvozamiz eniga 3,5, bo'yiga 3.20 holatda. Shu darvozamizni kimdir razmeriga tushsa aloqa chiqarasizlar 1 million so'mdan do'stlar, 1 million so'mdan. Salkam 10 kvadrat bo'lsa 3 million skidka degani. 1 million so'mdan olib borib ustanovkasini qilib beraveramiz. Aloqa chiqarasizlar. Keyingi darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Afsona fason darvozamiz 2 qavatli shumkali holatda bo'lgan. Bu darvozamiz shu har bitta 2 qavatli deganda o'sha orqa 1.8, ikkinchi qavati ham 1.8 holatda yasalgan. Mayda kvadratlar ham hammasi qalinda bo'lgan. Yondorlarimiz 8 2 stenkada bo'lgan. Darvozamiz zakazga shu darvozalarimiz 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha eng full variantda qilib berayotganmiz. Aloqa chiqarasizlar. Shu razmerlarning tushib qoladigan bo'lsa, razmerlarni aytib o'taman. Darvoza eniga 380, bo'yiga 3,5 holatda 1 million 100 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasini ham qilib beraveraman. Darvoza razmeri tushib qolsa. Zakazga o'sha 1 million 200 ming so'mdan, ag'i 1 million 400 ming so'mgacha xudo xolasa yasab olib borib ustanovka qilib beramiz. Bu darvozani ham tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin, shtampovka varianti, ponni vibraga o'tirgan holatda, yondorlar 8 ga 6 taglarimiz shivillar holatda. Hop, darvozamizning kvadrati 1 kvadrat metri hozirgi kunda shu darvozalarni 650 ming so'mdan qilib beramiz. Kimdir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, skidkasini qilib 550 ming so'mdan beraveramiz. 3 metrga 3,5 holatda bo'lgan 550 ming so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz. Hop, keyingi darvozamizga kelsak, keyingi darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin, skromni shovqinga e'tibor bermaysizlar. Bizning reklama joylarimiz yo'lda bo'yida joylashgan. Darvozamiz 3 variantda bo'lgan. Shtampovka pechat variant. Bunga ham polni o'sha chiroyli materiallar ishlatganmiz. Darvozamiz kvadratini 500 ming so'mdan beraveramiz. Bu darvoza zakazga hozir 600 ming so'm qilayotgan. 4 million 950 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bor, xudo xolasa. Hop, keyingi darvozamiz ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda o'sha rangi ko'kimtir holatda ko'rdingiz. Endi mokriy asfalt qilingan holat, afsona fason darvoza. Bu darvoza ham o'ta go'zal holatda chiqqan ko'rishingiz mumkin. Yondorlarimiz 10 2 stenkada bo'lgan, listlar ponni двойной 1.8 holatda yasaganmiz bu darvozamizni.
Darvozamiz eniga 397, bo'yiga 3,5 holatda yasalgan. Kimdir razmeriga tushadigan bo'lsa, bu darvozamizni ham aksiya qo'yib beraman. Bu darvozamizni ham 1,100,000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraman, xudo xolasa. Aloqa chiqarasizlar. Zakazga darvozamiz 1,400,000 so'mdan, o'sha 1,300,000 so'mdan 1,400,000 so'mgacha yasalayotgan bu darvozalarimiz. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa chiroyli qilib zakazga ham qilib berishimiz mumkin, do'stlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamiz ham qo'l mehnat, ruchniy rabota darvoza, 2 qavatli, shumkali holatda. Ranglarni ham to'q mokriy qilganmiz. O'sha skromniy holat yaxshi ko'radigan akaxonlarga skromniy variantda bo'lgan bu darvozamiz. Darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Orqa 1.8, oldi ham 1.8 holatda. Bu darvozamiz kvadrati o'sha 1,200,000 so'mdan boshlab 1,500,000 so'mgacha yasalayotgan. Aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Dastavka ustanovkasigacha bor. Hop, keyingisiga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz. Bu ham qayta uslubda lazer holatda yasalgan, ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham oddiy skromniy holatda. Bu joylarga mana nerjivenkalargacha qo'yganmiz. Nerjivenkalarni hali ko'chirmaganmiz. Ozgina yomg'ir tekkanligi uchun loy holatda turibdi. Bularni bir qator yuvib yuboramiz. Yo'lni bo'yi iloji yo'q chang-chung bo'ladi. Do'stlar, yondorlariga 10 ga 5 dan ishlatganmiz. 2 listanga taglarimiz shivilli holatda bo'lgan. Tepa qismini ham lazer qilib turib yopiq qilganmiz. Darvozamiz kvadrati. Kimdir razmeri tushib qoladigan bo'lsa, 3,5 holatda yasalgan. 1,100,000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bor. Aloqa chiqarasizlar. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, bu darvozalarimizni o'sha 1,200,000 so'mdan 1,500,000 so'mgacha yasab beramiz. Keyingi darvozaga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz turetskiy fason darvozamiz, ko'rishlaringiz mumkin. O'ta skromli, oddiylik xohlaganlarga o'ta skromli holatda yasalgan. Yondorlarimizga 10 ga 10 brusdan 2 listenkadan foydalanganmiz. Listlarimiz двойной полный утепление holatda, shumkali holatda yasalgan bu darvozamizni. Bu darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, eniga 390, bo'yiga 3,5 holatda yasalgan bu darvozamiz. Hop, kimdir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, darvozani 1 kvadrat metrini 1,100,000 so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, 1,200,000 so'mdan 1,500,000 so'mgacha yasayapmiz. Albatta, materiallariga qarab. Do'stlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.